Assalomu alaykum, efirda negativ. Bir oy avval biz Qarshi davlat universitetidagi korrupsiya, nepotizm va davlat mablag'lari bilan bog'liq shubhali holatlar haqida gapirgandik. O'sha lavha universitetdan kelgan murojaat asosida tayyorlangan bo'lib, unda davlat xaridlari, ustamalar taqsimoti, kadrlar siyosati va byudjet mablag'lari sarfi bo'yicha jiddiy savollar qo'yilgan. Lavha efirga chiqdi, oradan bir oydan ko'proq vaqt o'tdi. Lekin Qarshi davlat universiteti rahbariyati o'sha lavhada so'ralgan bitta ham savolga javob berishmadi. 22 milliard so'mlik stadion haqida ham sukut, davlat xaridlari haqida ham sukut, mukofot va ustamalar haqida ham sukut, IT kompaniya atrofidagi shubhali operatsiyalar haqida ham jimjitlik. Biroq sukut hamma masalada ham emas ekan. Lavhada tilga olingan ikki amaldor, rektor yordamchisi Shohruh Sattorov va universitet komendanti Dilbar Suyunova faktlarga javob berish o'rniga YouTube'ga shikoyat yozishga vaqt topishdi. Sababi nima ekan desangiz, emishki ularning rasmlaridan ruxsatsiz foydalanibmiz. Albatta YouTube bu shikoyatni rad etdi, chunki rasmlar ularning shaxsiy albomidan emas, universitetning rasmiy sahifalaridan olingandi. Qolaversa, ular davlat tashkilotining xodimlari edi. Qizig'i shundaki, universitetni o'tkazib turgizadiganlar milliardlab so'mlar haqida savollarga javob berishmagan, lekin rasm haqida shikoyat yozishga darhol vaqt topishibdi. Bu arada universitetda bir talay tadbirlar bo'lib o'tdi. Blogerlar chaqirildi, jurnalistlar chaqirildi, press turlar o'tkazildi. Media vakillariga universitetda hammasi joyida ekani ko'rsatildi. Faqat negadir o'sha press turlarda negativ lavhasida berilgan bitta ham savolga javob berilmadi. Rektor Dilmurod Nabiyev esa umuman sukut saqlashni ma'qul ko'rdi. Menimcha u kishi bergan javoblari yanada ko'proq savollar paydo qilishidan qo'rqdi. Balki shuning uchun ham janob rektor Amerika safari oldidan jurnalistlar bilan emas, chemodan bilan ko'proq mashg'ul bo'lishni afzal ko'rgandir. Aytgancha, men ham rektor Dilmurod Nabiyev Amerikaga kelgan o'sha kunlari o'sha mamlakatda edim. Futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini tomosha qilish va yoritish uchun borgandim. Shunda Qarshi davlat universitetida qiziq mishmishlar tarqalibdi. Emishki, rektor Amerikaga Ulug'bek Ashur bilan uchrashish uchun ketganmish. Uchrashibdi, kelishib olmabdi va endi negativ universitet haqida gapirmasmish. Afsuski, bu mishmishni o'ylab topgan odamning fantaziyasi haqiqatdan ancha kuchli ekan. Chunki agar rektor men bilan uchrashmoqchi bo'lganda ham bunday uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tmasdi. Kameralar yoqilardi, mikrofon ishga tushardi va bugun siz o'sha suhbatni tomosha qilayotgan bo'lardingiz. Ammo bugun biz rektor bilan emas, universitetdan kelgan hujjatlar haqida suhbatlashamiz. Bizga kelgan yangi hujjatlar endi davlat xaridlari haqida emas, bu safar gap imtihon baholari haqida. Hujjatlarni o'qir ekansiz, bir qiziq manzarani ko'rasiz. Bir hujjatda talaba imtihondan yiqilgan, ikkinchi hujjatda esa o'sha talaba allaqachon imtihondan o'tib ketgan. Qanday qilib? Mana shu savolga javobni bugun birgalikda qidiramiz. Demak, Qarshi davlat universitetidan kelgan hujjatlarni ochamiz. Avvalo yakuniy davlat attestatsiyasi sinovi tushunchasi haqida bir og'iz so'z. Yakuniy davlat attestatsiyasi sinovi oliygohni bitirayotgan talabani o'qish davomida olgan bilim va malakasini yakuniy baholash jarayoni, ya'ni imtihon. Oddiy tilda aytganda bu bitiruv imtihoni. Talaba shu sinovdan muvaffaqiyatli o'tsa, unga diplom berishga asos paydo bo'ladi. Sinov mutaxassislikka qarab test, yozma ish, og'zaki imtihon, amaliy topshiriq yoki bitiruv malakaviy ishini himoya qilish shaklida o'tkazilishi mumkin. Shuning uchun yakuniy davlat attestatsiyasidagi baho oddiy semestr bahosi emas, u talabani oliygohni mutaxassis sifatida tugatishga loyiq yoki loyiq emasligini ko'rsatadi. Masalan, 2 baho sinovdan o'ta olmagan, 3 va undan yuqori baho esa o'tgan degan. Qarshi davlat universitetidan kelgan hujjatlardan ko'rinishicha, bu dargohda o'tgan yili, ya'ni 2025-yilda jami 5991 nafar talaba yakuniy davlat attestatsiyasi sinovida ishtirok etgan. Yakuniy davlat attestatsiyasi sinovidan 1344 nafar bitiruvchi qoniqarsiz, ya'ni 2 baho olgan.
Vazirlar Mahkamasini bitiruvchilarning yakuniy davlat attestatsiyasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida degan 836-qarori bor. Shu qarorning birinchi ilovasida attestatsiyadan o'tolmagan yoki attestatsiyaga qo'yilmagan bitiruvchi o'qish muddati tugagandan so'ng uning arizasiga muvofiq attestatsiyani keyingi 3 yil davomida qayta topshirish huquqiga ega deb ko'rsatilgan. Attestatsiyadan o'tolmagan bitiruvchi keyingi o'quv yili boshlangandan keyin attestatsiyani qayta topshirishga ruxsat berishni so'rab oliy ta'lim tashkiloti rektori nomiga ariza bilan murojaat qiladi. Qarorda bitiruvchiga attestatsiyani keyingi har bir o'quv yilida 3 yil davomida 2 martadan ortiq qayta topshirishga yo'l qo'yilmaydi deb yozib qo'yilgan. Qarshi davlat universiteti kengashi esa Vazirlar Mahkamasini 866-son qarorini qo'pol ravishda buzib, 2025-yilgi yakuniy davlat attestatsiyasi sinovlaridan o'ta olmagan 1344 nafar talabaga bir necha kun ichida imtihonlarni qayta topshirishga ruxsat bergan. Vaholanki qoniqarsiz baho olgan bitiruvchilar keyingi o'quv yili, ya'ni 2025-2026 o'quv yili boshlanganidan keyin attestatsiyani qayta topshirishga ruxsat berilishi kerak edi. Bizgacha kelgan murojaatda aytilishicha, universitet kengashi buning uchun alohida qaror chiqargan va shu qaror asosida bitiruvchi talabalardan qayta imtihon olingan. Nima uchun? Bu qaror qanday qabul qilingan? Qaysi asosda? Bu savollarga hozircha javob yo'q. Qoniqarsiz baho olib imtihondan yiqilganlardan o'sha talabalar guruh bo'lib rektor Dilmurod Nabiyev va uning yordamchisi Shohrux Sattorov yoniga serqatnov bo'lib qolishadi. Va 3 kun ichida 4, 5, 6 iyun kunlari imtihonlarni qayta topshirishga erishishadi. Universitetdagi manbalarimizning aytishlaricha rektor va uning yordamchisi shunchaki quruq rahmat evaziga imtihonlarni qarorda belgilangan muddatdan avval topshirishga ruxsat berishmagan albatta. Shunday qilib iqtisod va tarix, sport, xorijiy tillar, boshlang'ich ta'lim kabi fakultetlarni yakuniy davlat imtihonlaridan yiqilgan 1344 nafar talaba qayta imtihon topshirishga erishadi. Va mo'jizani qarangki, ularni deyarli hammasini ballari qayta imtihondan so'ng bir pog'onaga oshadi. Hujjatlarga murojaat qilamiz. Mana bu hujjatda xorijiy tillar fakultetining bitiruvchilari olgan imtihon natijalari keltirilgan. Jami 359 nafar talaba hujjatning eng so'ngida esa yana bir ro'yxat. Bu ro'yxatda imtihondan o'tolmagan talabalar bor. Avvaliga men ehtimol bitta fakultetda texnik xato bo'lgandir deb o'yladim. Lekin keyin matematika fakultetining hujjatlarini ochdim. U yerda ham xuddi shu manzara. Yana imtihon natijasida 1 ball olganlar yakuniy qaydnomada 3 ballga ega bo'lishgan. Shunda ham men balkim yana tasodifdir dedim. Lekin keyin 3-fakultet hujjatlari keldi. Boshlang'ich ta'lim. U yerda ham xuddi shu 1 ball 3 ballga, 1,5 ball yana 3 ballga, 1,7 ball olganlar ham 3 ballga loyiq ko'rilgan. 1 emas, 2 emas, 3 ta mustaqil fakultet, lekin bir xil sxema. Hurmatli tomoshabinlar, bu yerda eng xavflisi korrupsiya haqidagi gaplar emas. Eng xavflisi hujjatlarga bo'lgan ishonch. Chunki ertaga bitiruvchi diplom olganda unga ish beruvchi nimaga ishonadi? Imtihon natijasigami yoki keyin o'zgargan qaydnomagami? Bu yerda Qarshi davlat universiteti rahbariyatiga bir necha savollar paydo bo'ladi. Hurmatli rektor janoblari, savollar juda oddiy. Bu talabalarning ballari qachon o'zgargan? Kim o'zgartirgan? Qaysi komissiya qarori bilan o'zgargan? Qaysi huquqiy hujjat asosida o'zgargan? Agar bu qayta imtihon bo'lgan bo'lsa, uni alohida qaydnomasi qayerda? Uni video yozuvi qayerda? Uning komissiyasi qayerda? Uning bayonnomasi qayerda? Chunki bu yerda gap bir talaba haqida ketmayapti, bir fakultet haqida ham ketmayapti. Bizgacha yetib kelgan hujjatlarga qaraganda sizlar bunday usulni har doim qo'llab kelgansiz. Hurmatli Qarshi davlat universiteti rahbariyati, bugungi lavhada men biror kishini jinoyatchi deb ataganim yo'q. Falonchi pora oldi, pistonchi pora berdi deb ham aytmadim. Faqat
universitetning o'ziga tegishli deb taqdim etilgan hujjatlarni yonma-yon qo'ydim, o'qib berdim. Bir hujjatda talabani bahosi 1, ikkinchi hujjatda esa aynan o'sha talabani aynan o'sha fan bo'yicha bahosi 3. Endi so'z menda emas, so'z sizda. Agar bu texnik xato bo'lsa, tushuntiring. Agar qonuniy qayta attestatsiya o'tkazilgan bo'lsa, qarorini, qaydnomasini va asoslarini ko'rsating. Agar bu hujjatlar haqiqiy bo'lmasa, buni ham rasman ayting. Chunki gap bu yerda bitta talabani 3 bahosi haqida ketmayapti. Gap davlat universiteti diplomining qadri haqida ketyapti. Diplom bu qog'oz emas, u o'qituvchining mehnati, ota-onaning umidi, talabaning kelajagi. Agar diplom ortidagi baholarga ishonch yo'qolsa, ertaga odamlar diplomga emas, uni bergan tizimga shubha bilan qaray boshlaydilar. Negativ dasturiga qarshi davlat universitetidan bir qancha murojaatlar kelgan va menimcha ularning har biri o'rganib chiqishga molik. Murojaatlarning birida shu universitetga chet ellik talabalarni qanday qabul qilinayotgani haqida yozilgan. Muallifning yozishicha, Qarshi davlat universiteti 2025-2026 o'quv yilida asosan Hindistondan bo'lgan 43 nafar xorijlik talabani 2 vositachi firma orqali davolash ishi yo'nalishiga qabul qilgan. Bu firmalardan biri Hindistondagi Rare Education Consultancy, ikkinchisi esa Rossiyadagi Wuz Service kompaniyasi hisoblanadi. Hujjatlarga ko'ra aynan shu firmalar xorijlik abituriyentlarni universitetga olib kelgan. Murojaatdagi eng og'ir ayblov esa pul masalasiga taalluqli. Muallifning da'vosicha, birinchi firma orqali kelgan har bir talaba $7,000, ikkinchi firma orqali kelgan har bir talaba esa $10,000 to'lagan. Ammo universitet hisobiga shu pulning hammasi emas, balki rasmiy kontraktning yarmi hisoblangan $1,250 gina kiritilgan. Qolgan mablag'lar esa rasmiy buxgalteriyadan tashqari qolgani iddao qilinyapti. Hujjatlarda yana bir qiziq holat keltirilgan. Odatda xorijlik talaba avval O'zbekistonda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini oladi. Keyin contractedu.uz portalida o'zining telefon raqami bilan ro'yxatdan o'tib, kontrakt olish uchun ariza yuboradi. Shundan keyin universitet kontraktni rasmiylashtiradi. Biroq murojaat muallifining aytishicha 43 nafar xorijlik talabani birortasi ham bu ishlarni shaxsan o'zi bajarmagan. Aksincha, ularning nomidan rektor yordamchisi Shohrux Sattorov o'z telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tib, kontraktlarni rasmiylashtirgani da'vo qilinmoqda. Muallif hatto aniq bir misol ham keltiradi. Uning yozishicha 2026-yil 23-yanvar kuni soat 14:00 atrofida 17 nafar xorijlik talabani har biri uchun Paynet orqali 15,529,000 so'mdan jami qariyb 264 million so'm to'langan. Bu to'lovlarning ham talabalarning o'zi emas, boshqa shaxs amalga oshirgani haqida murojaat egasi hujjatlar borligi haqida da'vo qiladi. Iddaolar o'z yo'liga, ular fakt emas, lekin shularni tekshirib aniqlash mumkinmi? Albatta, va buni tekshirish unchalik qiyin emas. Chunki bugungi kunda har bir harakat elektron tizimlarda iz qoldiradi. Agar xohish bo'lsa, bir necha soat ichida bu yerda haqiqat qayerda, yolg'on qayerda ekanini aniqlash mumkin. Avvalo rektorning 285 T sonli buyrug'i tekshiriladi. Unda haqiqatan ham 43 nafar xorijlik talaba qabul qilinganmi, ular qaysi davlatdan kelgan va qaysi qonun asosida o'qishga qabul qilingani ko'rsatilgan bo'ladi. Keyin universitetning Hemis tizimi ochiladi. U yerda har bir talabani qabul qilingan sanasi, uni shaxsiy identifikatsiya raqami, kontrakt raqami, telefon raqami va kontrakt qachon rasmiylashtirilgani saqlanadi. Agar barcha kontraktlar bir xil telefon raqami orqali rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu tizimda darhol ko'rinadi. Chunki bu yerda kontrakt uchun arizani kim yuborgani, qaysi telefon raqamidan kirilgani va qaysi vaqtda ariza rasmiylashtirilgani saqlanadi. Agar 43 nafar talabani arizasi bitta akkauntdan yuborilgan bo'lsa, bu ham yashirin qolmaydi. Navbat billing.edu.uz tizimiga keladi. Bu yerda kontraktni kim rasmiylashtirgani, kim tasdiqlagani va bu ishlar qachon bajarilganini ko'rish mumkin. Murojaatda hatto aniq sana, soat va summa ham keltirilgan. Shuning uchun Paynet ma'lumotlarini tekshirish ham qiyin ish emas.
Chunki har bir to'lov bo'yicha qaysi terminal orqali, qaysi kassada va kim tomonidan amalga oshirilgani tizimda saqlanadi. Keyin universitet buxgalteriyasiga qaraladi. Universitet hisob raqamiga haqiqatan ham bir xorijiy talaba uchun $1250 tushganmi? Bu pul qachon tushgan? Uni kim o'tkazgan? Buning barchasi bank hujjatlarida bo'ladi. Shu bilan birga universitet bilan xorijlik talabalarni jalb qilgan firmalar o'rtasidagi shartnomalar ham tekshiriladi. U yerda firma qancha haq olishi, universitet qancha mablag' olishi va xizmat haqi qanday taqsimlanishi yozilgan bo'ladi. Eng muhim dalillardan yana biri talabalarning o'zi. Agar ular bilan suhbat qilinsa, hammasi yanada oydinlashadi. Ulardan oddiy savol so'raladi. Siz universitetga qancha dollar to'ladingiz? Pulni kimga bergansiz? Kontraktni o'zingiz rasmiylashtirganmisiz? Kontrakt edu.uz tizimiga o'zingiz kirganmisiz kabi savollarga javob olinadi. Nihoyat har bir xorijiy talabani shaxsiy firma jildi tekshiriladi. Unda pasport nusxasi, viza, uning shaxsiy identifikatsiya raqami, kontrakt, ariza va bog'lanish uchun ko'rsatilgan telefon raqamlari saqlanadi. Xulosa qilib aytganda, bu yerdagi ayblovlarni tekshirish uchun taxmin yoki mish-mishning o'zi yetarli emas. Lekin elektron tizimlar, bank hujjatlari va shartnomalar va talabalarning o'z ko'rsatmalari orqali bu iddaolarni qanchalik asosli yoki asossiz ekanini aniqlash mumkin. Agar bu hujjatlarda aytilganlar tasdig'ini topsa, bu endi bitta universitetning muammosi emas. Bu diplomga, imtihonga, qabulga va umuman butun ta'lim tizimiga bo'lgan ishonch masalasiga aylanadi. Chunki universitetlar faqat mutaxassis emas, davlatning ertangi kunini ham tayyorlaydi. Biz esa hujjatlarni o'qishda davom etamiz, chunki bizga kelayotgan hujjatlar hali tugagani yo'q. Har bir yangi papka ortida yana bir savol, yana bir hikoya va ehtimol yana bir javob kutib turibdi. Va eng muhimi, hujjatlar bahslashmaydi. Ular hissiyotga berilmaydi. Ular kimnidir yoqtirmaydi ham, yomon ham ko'rmaydi. Hujjatlar shunchaki faktlarni saqlaydi. Shuning uchun hujjatlarga qarshi bayonot bilan emas, yana hujjat bilan javob berish mumkin. Biz esa o'sha javobni kutishda davom etamiz.